Assalomu alaykum. Biz bugun sizlar bilan my.sport.uz saytida jismoniy tayyorgarlik darajalari sport sinovlariga, ya'ni 30 yoshdan yuqori bo'lgan shaxslar uchun ariza yuborishni ko'rib o'tamiz. Bu imkoniyat o'sha sport ta'lim muassasasida sport sinovlarini baholash imkoniyati qaysi shaxsga berilgan bo'lsa, ya'ni ushbu rol qaysi shaxsga berilgan bo'lsa, o'sha shaxs kabinetidan ushbu imkoniyatdan foydalanish mumkin. Biz buning uchun hozir sport saloni baholash direktoriga rol berilgan bo'lganligi uchun direktorning kabinetiga kirdik. Ba'zilarda ommaviy bo'yicha direktor o'rinbosarida ham ushbu rol berilgan bo'lishi mumkin. O'shani tekshirib o'tishingiz mumkin. Demak, mening arizalarim bo'limi jismoniy tayyorgarlik sport sinovlari qo'shish. E'tibor bersak, ariza degan joyga ishtirokchi degan yangi bo'lim qo'shilgan. Ishtirokchi tanlanadi. Ya'ni yangi qo'shish chetida turi. Sport maktab. Sport maktab tanladik. Demak, pasport ma'lumotlarini kiritib olamiz. Demak, bizda ID karta ekan. Tug'ilgan kun, yil, oyni kiritib oldik. Kapchani kiritamiz. Qidirish. Ma'lumotlar chiqdi. Ma'lumotlar chiqqanda bu yoqda ixtiyoriy yoki maxsus uchun ariza berishimiz mumkin. Biz maxsus arizani tanladik. Tanlaganimizda qayerda sinov topshirishlar hammasi ko'rsatilgan, saqlash tugmasi bosiladi. Arizamiz saqlandi va yuborildi. Xuddi shu tartibda keyingi arizalarni, ya'ni ikkinchi shaxs nomidan ariza yuborishlaringiz mumkin.